Xo'sh, hozir men sizlarga bu aholini qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Undan oldin bir qishloq topish kerak. Mana bu qishloqni ko'rinishi yomon emas. Shuning uchun qurilishni shu yerda boshlamoqchiman. Birinchi ishni mana bu to'nkani yo'qotishdan boshlaymiz. Endi bu yerda kim xo'jayin ekanligini aytishim kerak. Bugundan boshlab ular meni qo'limda ishlashadi. Ey, hamma diqqat qilsin. Bugundan boshlab sizlar meni qo'limda ishlaysizlar. Shuning uchun hammangiz bir bo'lib menga qasr qurib beringlar. Faqat tezlashinglar. Boshlanishi yomon emas. Qasrda ko'rinishi chiroyli chiqadi degan umiddaman. Ey, sen nega bekor o'tiribsan? Bekor o'tirgancha menga olmos qazib olib kel. Fayzulla, mana yoqqa kel. Ey, mana yoqqa kel o'lib qolsang ham. Senlar nega bekor o'tiribsan bu yoqqa ishlamasdan? Menga Xitoy devoridan ham qalin devor kerak. Mana bo'lar ekan-ku. Bu shaharning devorlari baquvvat bo'ladi. Xo'sh do'stlar, ko'rib turganingizdek, hamma qishloq aholisi meni qo'l ostimda ishlashyapti. Tushunmadim. Demak, bu yerda kimdir bor, kimdir ish vaqtida uxlayapti la'nati. Ey, tur badaringga la'nat. Ey, qoyil, meni qasrim va nihoyat tayyor bo'ldi. Qani qaychini olib keling. Rahmat. Qani marhamat, mana endi ichkari kirsa ham bo'laveradi. Xo'sh, ko'raylikchi. Bu akulami? Buni bu yerdan tezda olib tashlanglar. Wow, qoyil, mana buni televizor desa bo'ladi. Qoyil, men tepada yashayman. Ertaga juda katta rejalarim bor. Xo'sh, sen yana boshqa qishloq topdingmi? Qani menga ko'rsatchi. Nimalarni ko'ryapman? Xo'sh, menimcha bu yerda biz bo'lsak kerak. Biz hozir mana bu qishloqqa hujum qilamiz. Xo'sh, nima deysan? Xo'sh, tayyormisizlar? Xo'sh, reja bo'yicha hujum qilamiz. Xo'sh, ishlar qalay? Biz yaxshi maqsadda keldik. Bo'ldi, tinchlanamiz. Boshlig'ingiz qayerda? Un bilan gaplashmoqchiman. Tanishganimdan xursandman. Qani unga ches beringlar. Xo'sh, bu ish oson bo'ldi. Endi bularga hujum qilamiz. Bu ham qiyin bo'lmasa kerak. Qani qurollarni tayyorlang. Tayyormisizlar? Ular kutishni yomon ko'radi. Bu ish ham oson bo'ldi. Endi mana buni qishloqqa hujum qilamiz. Xo'sh, endi mana buni qishloqqa hujum qilamiz. Tayyormisizlar? Bu juda ham oson bo'ladi. Ular hatto sezishmaydi ham. Endi faqat shular qoldimi? To'g'ri, shular qolibdi. Qani tayyormisizlar? Yer la'nati, ovozi baland ekan. Xo'sh, mana bo'ldi. Xo'sh, endi menga aytinglar, keyingi qism nima haqida bo'lsin?